Kirgilidagi областной больница mana kserokopия degan joy. Kimdir tekshiradigani bormi bu yerda? Vrach xodimlargami shu больница vrach doktorlar tekshiradigan bir komitetgami tashab qo'ylar, borlar, mana shuni qizlar, akalar, ukalar. Kirgilidagi областной больница. Qo'limizda bitta retsept bilan chiqsak, Ashetta salqinda bir 4 ta 5 ta ayol o'tirib olgan. O shekada. 4 ta 5 ta ayol chiqib o'tirib olgan. Biz aptekadan oling deb qo'lingizdan spiskani olib kirib aptekerga berib, o'zini qanaqadir foizi bormi? Boshqasi bormi? Shunaqa dvijeniya bo'lyapti. Keyin doktorlarimiz ham tekshirib qo'ylar. Faqat shu aptekada bor dorilar yozyapti. Boshqa aptekada yo'qmi shu dorilar. Mana bunaqa o'tirganlar. Mana kim spiska bilan chiqsa, bunaqa akalar mana qaytarib bergani doktorlar olib chiqib ketyapti, shu ham xodim. Buni больницаga doktorlar yoniga o bemorlar lecheniya olgani keladi-yu. Biznesini yurg'izgani kelmaydi bularni. Shuni bir rivojlantiraylik mana. Mana o'tirishibdi shunchalas, to'ralasi. Bittasi borida hozir urushib ketdi men bilan to'palang qilib. Mana shularni tekshiringlar kelib.